Xo'p, yangi tug'ilgan chaqaloqlarda kindik parvarishi haqida so'rashibdi. Ozgina ma'lumot berib o'taman. Raddomda bolalarni o'sha kindigi kesilgandan keyin o'rtacha 5 kun, 10 kun, 15 kun hamma bolada har xil shunaqa muddatlar oralig'ida o'zi tushib ketadi. Uni parvarishiga to'xtaladigan bo'lsak, maxsus parvarish talab qilinmaydi. Dunyo standartlari bo'yicha hech nima surilmaydi. Qanaqadir betadin, vodorod perix, zelyonka yoki yod, spirt unaqa narsalar umuman surtilmaydi. Dunyo standartlarida shunaqa. Va bu to'g'ri narsa. Ijtimoiy sursa ham, surmasa ham umuman o'zi tushib ketadi. Bemalol o'sha bolani kindigi hali tushmasdan turib cho'miltirish mumkin va bu xavfsiz. Qachon bolani vrachga ko'rsatish kerak? Agar o'sha kindik atrofi qizarib qoladigan bo'lsa yoki kindigi yiringlaydigan bo'lsa, o'zidan noodatiy hid chiqaradigan bo'lsa, kindik granulomasi deydi, o'sha to'qimani bitmay qolishi, shunaqa vaqtlarda qizil ko'rinishga ega hosil paydo bo'lib qoladi kindik granulomasida yoki kindiga bo'rtib, shishib qoladigan bo'lsa, shunaqa vaqtlarda bitta bolalar xirurgiyaga ko'rsatib qo'yiladi. Boshqa holatlarda hech nima surilmaydi. Hech narsa bilan ishlov berish shart emas, maxsus parvarish talab qilinmaydi.